Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy doklad e'lon qilib, Sharq Turkistondagi nopos qirg'inchiligini inkor qildi. Fransiya prezidenti Makron Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishini qattiq aybladi. Amerika Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarini cheklashi mumkin. Hindiston Xitoy chegarasida 45 yildan buyon tunji qatam o'q chiqarildi. Ka'baning ishiga ismi yozilgan Uyg'ur xattat. Tövəndədik xəbərlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Atalmış Uyghur Abnumraylık İctimai Fənlər Akademiyası tədqiqat dokulatı elan qılıb, G'arb tədqiqatçılarının Sharq Turkiston Uyghurları nopos qırğınçılıqqa uçravatıdı degan qarashlarni inkor qildi. Germaniyalik Uyghur tədqiqatçı Adrian Zeniz bolsa, Xitoyning dokladida 2000 va 2018-yillar orasidagi nopos statistikalar naql qilinganligini, Uyghur noposining ko'payish nisbatining 2017-yildan boshlab shiddat bilan tuvanlaganligini o'ttirib qo'ydi. 4 sentabr atalmış Şinjan Falsafa Cemiyeti ilmi to'g'ri tadqiqot dokulatı e'lon qilib, Sharq Turkiston noposining yaqinqi yillardan buyon izchil eshivatganligini, uning ichida Uyg'ur noposining o'sish va tug'ilish nisbatining birdek rayonning o'rtacha saviyasidan yuqori ekanligini o'ttirib qo'ydi. Dokladda yaqinda germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zeniz o'ttirib qo'ygan Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa millatlar noposining o'sishini kontrol qilyotdi degan qarashning qilcha asosi yo'q deb tanqid qilingan. Adrian Zeniz bu yil 6-oyning oxirida e'lon qilgan homildorlikdan saqlanish, tug'ut cheklash asbobi va majburiy tug'ut cheklash, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini kontrol qilish harakati nomli dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib o'tish, majburiy bola tushirish va tug'ut cheklash asbobi taqash qatorliq vositalar orqali Uyg'ur noposining eshish sur'atini zo'r darajada to'vallatganligini, tug'ut cheklash siyosatlariga xiloflik qiluvchilarning yig'ib olish lagerlariga qamalish tahdidiga duch kelganligini o'tirib qo'yib, Xitoyning bu harakatini nopos qirg'inchiligi va irqiy qirg'inchilik deb atagan. Xitoyning payshanba kuni e'lon qilgan chet ellardagi Xinjiangning nopos masalasi haqidagi farazlar to'g'risidagi tadqiqot dokladida bir qator sonliq ma'lumotlar ko'rsatilgan. Dokladda mundaq deyilgan: 2016-yildan 2018-yilgacha rayondagi asonliq millatlarning noposi 12.985.900 dan 15.860.800 ga yetib, 287.490 kishi oshgan. Esh nisbati 22.14. Uyg'ur noposi 10.170.500 dan 12.718.000 ga ko'payib, 2.466.000 odam ko'paygan. Esh nisbati 25.4% bo'lgan. O'xshash mezgilda Xitoylarning noposi 8.829.900 dan 9.600.800 ga ko'payib, 176.900 kishi ko'paygan. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Uyg'ur noposining eshish sur'ati oz sonliq millatlarning eshish sur'atidan yuqori bo'lib qolmay, yana Xitoylarning eshish sur'atidan ko'rinarli yuqori ekan. Mazkur dokladda 2018-yilgacha bo'lgan sonliq ma'lumotlar o'z ichiga olingan. Adrian Zeniz o'zining tadqiqotining 2017, 2018 va 2019-yillari Sharq Turkistondagi nopos ko'payish nisbatining shiddat bilan tuvanlash ahvoli xotirlanganligini bildirgan. Uning qarashicha, Xitoy Ijtimoiy Fənlər Akademiyasining dokladida 2010-2018-yillar orasidagi mezgil tanlanib, nopos ko'payish ahvoli ko'rsatilgan bo'lib, Xitoy son o'yin o'ynagan. Uning aytishicha, Sharq Turkistonda 2016-yildan boshlab Uyg'ur va yerlik millatlar noposining ko'payish sur'ati tez tuvanlagan bo'lib, Xitoyning dokladida bu mezgil ro'shan ifodalanmagan. Fransiya prezidenti Makron Fransiya parlamenti a'zolariga javob maktubi yozib, Fransiya prezidenti va doiralarining Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatiga qattiq inkas qaytarishini, Fransiya doiralaridan Xitoyni xalqaro adliya idorasiga topshirishga va insoniyatga qarshi turish jinoyati bilan sotlanishni qabul qilishni talab qildi. Mazkur maktubga Erlian Tajit yetakchiligida 30 dan ortiq Fransiya parlamenti a'zosi birlikda imzo qo'ygan. Hamda maktub mazmuni va Makronning javobi birlikda oshkor e'lon qilingan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Makron Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishni qabul qilishga bo'lmaydiganligini bayon qilgan. Makron ini qilib, o'zining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, qozoq va boshqa musulmon millatlarni bostirish, jazo lagerlaridagi keng ko'lamli tutib turish, majburiy tug'mas qilib o'tish, qo'lga olish haqidagi barliq guvohliklarni, Uyg'ur madaniyat maroslari, bo'libmi Xitoyning diniy so'rovlarni buzish ahvoli, xalqni keng ko'lamda nazorat qilish va Sharq Turkistonni bostirish siyosati qatorliqlarning hammasi eng ko'ngil bo'ladigan muhim masala deb ko'rsatib, bularning xalqaro o'rtaq e'tirof qilingan xalqaro ahdnomalarga uyg'un kelmaydiganligini ta'kidlagan. Makron Fransiyaning davomli Uyg'ur vaziyatiga diqqat qiladiganligini va harakat qo'llanadiganligini bildirib, Uyg'ur masalasini xalqaroning har qaysi qatlamlarida, bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tirib qo'ydiganligini, ularning diqqatini Sharq Turkiston Uyg'ur masalasiga markazlashtirishga tirishadiganligini bildirgan. Buningdan bir oy ilgari Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian xalqaroning Sharq Turkistonga mustaqil tekshirish guruhi avatish orqali Sharq Turkistondagi reallikni tekshirib ko'rishi lozimligini ta'kidlagan edi.
Xabarlarga qaraganda Amerika hukumatı Xitoyning Sharq Turkistondan bir qism yoki barliq paxta mahsulotlarini import qilishni cheklashni o'ylashgan. New York vaqt gazeti bu ishdan xabardor 3 kishining so'zini naql keltirib, bu cheklash buyrug'i 8-sentabrdan boshlanishi mumkin degan. Yaqinda Sharq Turkistondagi kishilik huquq to'g'risidagi tadqiqot doklati va xabarlarda ko'rsatilishicha, necha millionlagan Uyg'urlarni tutib, majburiy zavod korxona, paxta dehqonchilik maydoni, to'qimchilik zavodlariga o'rlashtirib, ko'p emgak kuchini talab qiladigan xizmatlar bilan shug'ullantirgan. Xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi majburiy emgak bo'lgan andisi balkim bu cheklash buyrug'ining yo'l qo'yilishining asosiy sababi bo'lishi mumkin deb faraz qilinmoqda. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, vaqtliq tutib turish buyrug'i deb atalgan bu cheklash buyrug'i Amerika tamojna va chegara mudofaasi tarafidan chiqarilgan. Agar Amerika tamojna va chegara mudofaasi Sharq Turkiston paxta mahsulotlarining majburiy emgak bilan ishlanganligini beksa, bu vaqtliq tutib turish buyrug'iga binoan mollarni qayta eksport qilish yoki yo'qotish kerak ekan. Mazkur organ ilgari Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlangan deb gumon qilingan yakki shirkatlarga qarata qattiq cheklash buyrug'i chiqargan. Sharq Turkiston Xitoy zavodlarining paxta, to'qimchilik, neft ximiya mahsulotlari va boshqa mahsulotlarning asosli manbasi. Dunyodagi nurg'un dongli kiyim-kechak markalari Xitoyning ta'minlash zanjiriga tayinadi. Dunyoda sotiladigan barliq paxta kiyimlarning 5dan birida Sharq Turkiston paxtasi yoki ipi baliq ma'lum bo'lgan. Bu cheklashning yo'l qo'yilishi xalqaro asosli kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish liniyasini Vyetnam, Bengal va Indoneziya qatorliq davlatlarga yo'tkishini keltirib chiqarishi mumkin. Hindiston armiyasi bayonot e'lon qilib, 7-sentabr ikki davlat chegarasida Pangon ko'lida Xitoy armiyasi qasddan ig'vogarchilik chiqarib, Hindiston armiyasini ogohlantirish uchun o'q chiqargan. Bu ikki davlat askarlarining 45 yildan buyon tunji qatam Xitoy Hindiston chegarasida o'q chiqarish ekan. Hindiston armiyasi 8-sentabr bayonot e'lon qilib, Xitoy armiyasi G'arbiy urush rayon bayonotining mazmuni davlat ichi va xalqaro jamoat fikrini qaymoqtirishga o'rnaganligini aytib, Hindiston askarlarining azaldan amaliy kontrol siziqidan halqib boqmaganligini, shundaqla o'q chiqarishdek tajovuzchilik harakatlari bilan shug'ullanmaganligini so'zlab, 7-sentabrdagi vaqada Xitoy askarlari amaliy kontrol siziqiga yaqin joyga o'rlashtirilgan Hindiston askarlariga yaqinlashishga o'rnaganda, Hindiston askarlari tomonidan siziqdan halqib ketishdan ogohlantirilgan. Shuning bilan Xitoy askarlari hayva qilib osmonga o'q chiqarib, Hindiston askarlarini qo'rqitmoqchi bo'lganligini bildirib, garchi qattiq ig'vogarchilik uchirgan bo'lsa-mu, Hindiston armiyasi o'zini tutib olib, mas'uliyatchanligini namoyon qilganligini, Hindiston armiyasi har qanday badal to'lash orqali davlatining egalik huquqini qo'g'dashga tayyor ekanligini ta'kidlagan. Ikki davlatning harbiy mutaxassislar tahlil qilib, o'tgan bir necha oy ichida yuz bergan bir qator voqealardan chegara vaziyatini mo'ljalligili bo'lmaydiganligini ko'rsatib, har ikki tarafning xato hukm chiqarishi, askarlarning buyruqsiz holda o'z oldiga harakat etib berishi ikki davlatning urushga kirib qolishini keltirib chiqarishi mumkin degan. Hozircha ikki taraf o'rtasida yuz bergan o'q chiqarish voqeasida o'lgan yoki yaralanganlarning borligi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Ammo ikki taraf o'rtasidagi munosabat bargan sir jiddiylashmoqda. Bütün dünya musulmonlarining qiblasi bo'lgan ulug' Ka'baning oltin eshigiga oltin bilan yozilgan xushxatlar orasida Vadi'ul Xat Abdurrahim Amin, ya'ni bu xatlarni yozgan xattot Abdurrahim Amindir degan bir jumla so'z hali ham ko'zimizga cheliqib turadi. Bu bir Uyg'ur xattatning ismi edi. Bütün dünya musulmonlarining qalbi talpinib turadigan, namoz ham duolarda uningga yuzlanadigan ulug'vor qiblasi Ka'baning har kuni necha minglarcha kishi qo'llari bilan esilib, yuzlariga surtib kelayotgan oltin eshigiga bir Uyg'urning ismi yozilganligi Uyg'urlar uchun haqiqatan faxrlanishga tegishli katta ishdir. Abdurahim Amin Hojim Ka'baning 280 kilo sab oltindan yasalgan eshigidagi xushxatlarni yozgan usta xattot. Arabcha materiallarda tonishtirilishicha, xattot Abdurahim Amin 1917-yili Makka Mukarram shahrida tug'ilib, kichkidan boshlab xattotlikni o'rgangan. 1928-yili Makka Mukarram shahrida qurilgan Ka'baning yopig'ini to'qish muassasasiga ishchi bo'lib kirgan. 1932-yili mazkur muassasaning texnik bo'limiga mudir bo'lib tayinlangan. 1962-yili Makka Mukarram shahrida qurilgan Ka'baning yopig'ini to'qish fabrikasining mas'ul vakili bo'lgan. 1979-yili Saudiya Arabiston podshohi Xolid ibn Abdulazizning farmoni bilan Ka'baning hozirgi oltin eshigidagi xatlarni o'z qo'li bilan yozgan va shu yili dam olishga chiqqan. Saudiya Arabistondagi Uyg'urlarning aytishicha, Abdurahim Amin Hojim Uyg'ur jamoatchiligiga ancha ko'p aralashib ketmaydigan kishi bo'lganlikdan, ko'p Uyg'urlar uning haqida bir narsa bilmaydi ekan. Abdurahim Amin Hojim bola yuzi ko'rmagan bo'lib, bir qiz va bir o'g'il farzand beqib olgan ekan. Hozir Abdurahim Amin Hojimning Makkadagi cho'ng uyga shu ikki farzandi ega bo'lmoqda. Bu kishi Saudiya Arabistonda Xattat Abdurahim Amin Buxoriy deb tanilgan. Xattat Abdurahim Amin Hojim 1993-yili Saudiya Arabistonning Makka Mukarram shahrida vafot bo'lgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.